Rossiyada Kiprga kelgan master 1 soatda 10 ming rubl pul topadi. Qanaqa qilib deysizmi? Hozir sizga hammasini aytib beraman. Ha aytgancha 10 ming rubl o'zbek puliga 1 million 555 ming so'm bo'ladi. Xullas, aynan shu klientim bir necha kun avval 22 aprelga 16:00 ga zaps qildirgan edi. Kelishilgan kun kelganda mana bu holat taksida voditelь bilan ozroq tushunmovchilik bo'pti va bu mijoz kelishilgandek 16:00 ga emas, balki 16:45 ga yetib keldi. Eski kipriklarni yechib, yangisini tayyorlagunimgacha 17:00 bo'ldi va menga bor yo'g'i 1 soat vaqt qolgan edi. Sababi 18:00 da keyingi mijozim kelish kerak edi. Odatda 3D kiprik uchun 2 soat vaqt ketadi va men tezlikni oshirdim. 17:53 da mijoz tayyor bo'ldi. Hech qanday muammo yo'q. 10 ming rubl berganning sababi bu qiz TikToker ekan va yonida dugonasi ham keldi. Telefonda qanaqadir battle o'ynashdi. Ikkinchi tarafda ham dugonalari kiprikka borishgan ekan. Qaysi master tezligi bo'lishini muhokamasi bo'lgan ekan. Ko'rib turganinglardek 3D narxi 3300 rubl, menga bo'lsa 10 ming rubl berib ketishdi. Menga ortiqcha pul kerak emas desam, Kamila, sen u masterdan avvalgi bo'lganing uchun men TikTokda yaxshigina pul ishladim dedi. Mayli, bergan Allohga yoqibdi deb olaverdim. Men bilan Rossiyadagi sarguzashtlarni o'tkazib yubormaysizlar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.